hayotda qovoq solib yurish xato. Biz bilan bol har soniyang o'tar alo. Kayfiyatni ko'tar qani ketma uzoq. Bu ko'rsatuvning bir dardga bo'lar davo. Umba gumbe yurakda shovqin, umba gumbe yuzda tabassum. Umba gumbe yurakda shovqin, umba gumbe. Dunyoning shodligi yig'ilsa butun, bojamning didoridan bo'lolmas ustun. Ha azizlar, mashoyiqlar aytganiday, bojam borki olam munavvar. Bojani ko'rganida ko'ngli yumshaydi. Dili yayraydi. Gap isboti bilan deganlariday, shaxsan men o'zim ham oila qurayotganimda kelinni emas, bo'lg'usi bojamni surishtirib, ana undan keyingina kinoyingiz bilan oila qurganman. Sezib turganingizday, bugun sizlar bilan bojalar haqida gaplashamiz. Keling azizlar, qishlog'imizdagi oqibatli bojalarning hayotini bir tomosha qilaylik. Ungacha esa hikoyamizni mana bu doktor G akamizdan boshlaymiz. Sababi bu kishimning ham shu voqealarga, shu hangomalarga aloqadorlik joylari bor. Qani bo'lmasam boshladik. Qarang. Siz bu ishxonada kimsiz siz? Logoped bilan ko'z doktori. Okulist. Va nima sizda, ha? Yaxshi. Sizchi? Siz kimsiz siz? Stomatologmi? Ha? Stomatolog. Tirjaymang. Sizchi? Siz kimsiz siz? Enangni erimi? Dada. Hamma yonda shunaqa qilish shartmi? To'g'risida otang bo'lganimdan keyin enangni eri bo'laman-da. Yurayli yolvording ya. Hop. Majlisdan hozir ota bola yo'q, ishdamiz. Soat necha bo'ldi? 9. Ha, yashang. Nima kech qoldingiz? Ha? Qayerda yuribsiz? Mashinamiz zaryad olmabdi. Nuqul sizlik shu ahvol. Zaryad olmabdi, svet o'chib qopti. Avtobus, taksi degan narsalar yo'qmi? Ha? Probkada ham yo'q. Qayerib odam keting. Qarang, siz qayerda yuribsiz? Ha? Qayerda yuribsiz? Uxlab qolma. Ha? Uxlab qolma. Uxlab qopman? Hozir uxlab qoladigan paytmi? Yosh bolamisiz? Ha? Vazirlar to'g'risida bo'lmaydi, qirqqa kirgansan. Basharangni qara. O'rgilib, men soqoling ham olmay kelganda qara buni. Satqay odam ket. Sizchi? Siz qayerga kelyapsiz? Enangnikida. Ata! Nima qilasiz? Nima dada? Uydan kelyapman. Nuqul mashaq qilasiz. Hammani o'zi sharmanda qilgan. Turqi sovuq. O'zingni kim deb o'ylaysan? Kuching ayol kishiga yetadi. Turqi sovuq. Qo'llaring chirib ketgur. Ha, yana nima baloni boshlab kelding? Odam bir yaxshi kayfiyat bilan bir narsa ko'ra olmaydigan bo'ldi san dastingdan. Nima bo'ldi yana? Ana bojangizda yana xotinini uribdi. Uribdimi? Men hayron qolamanki, qanaqa odam o'z xotinini shunchalik uradi? O'zini xotinini urmay, kimni xotinini uradi? Ha? Hozir birovni xotinini borib uradigan zamonmi? Shunchalik ham uradimi, ha? Shunchalik ham uradimi? Yana shapaloqlab uribdi-ya. Begona xotinni shapaloqlaydimi? Ha? Begona xotinni chiqib turib bitta shapaloqlasang statiya bor. Katta xolani ikkiga qadab shapaloqlab ketib qolasan. Ye, sen xursand bo'lsang-chi?
Demak, bojani kallasi joyida. Demak, boja hali aqldan ozmagan. Demak, yo'nalishi to'g'ri, zarbalari aniq nishonga tegayotganidan xursand bo'lmaysizlarmi singling bilan? Nimaga xursand bo'lar ekanman? Shapaloqqa? Voy, singlim kaltak yesa men xursand bo'lamanmi? O'sha kaltakni bekorga yemagandir. Ey, singlingning tili ham zahar. Senga aytib qo'yay. Zahar u. Men bilaman. Mani bojam singlingni urib to'g'ri qiladi. To'g'ri qilgani shundaki, aytib qo'yay senga. Singling betayin. Janjalkash. Nima meni singlim betayin bo'lar ekan? Qayerdan oldingiz bu gapni? Ey, er bilan xotinning orasida bunday o'zaro janjal boshlangan paytda bir tomon albatta pastga tushish kerak. Bildingmi? Saniki mana shunaqasiga xo'roz o'yin qiladi. Men bilaman-ku, sen singling. Voy ey. Bu yangam bilan pochchomning janjalini tomosha qilishga asablarim chidamaydi. Kelinglar, bular talashib turaversin-da, siz bilan biz ungacha ozgina lirik chekinish qilaylik. Yaxshisi, mahallamizning yagona nomeradin ustasi, usta Toshmatning garajida nimalar bo'layotganini bir ko'raylik. Xo'sh, uka, svechni alishdi. Korzinkasini almashtirdik. Gulshutil almashdi. Prokladkasini ham almashtirdik. Endi umumiy hurmatingiz bor uka. 220 ming bering bo'ladi. Rozimisiz? Roziman. Bo'l. 300 ming so'm. Hoppa. Hop, mayda yo'qmi? Yo'q, mayda menda yo'q. Hozir bir ilojini qilamiz hozir. Mana. Aka, nima qilasiz? Shoshmay turing, mana qara, shogird, yoqki. Yoqki. Mana svecha provodasini almashtirib qo'ygin. Xo'p, bo'ladi. Siz bilan rachotmiz. Ashyoqmiz? Yo'q, o'zi yaxshi edi-yu. Bo'lmasa mayda pul olib yurda, uka odamni qiynaysan. Da. Mana shunaqa gaplar. Qaymayli. Qani endi bir ortga qaytaylikchi. Pochchomiz bilan yangamizning janjallari tugadimikin, a? Nima deysiz? Hop, bundan ortiq qanaqa kutib olish kerak bo'lmasam? Mana er ishdan charchab keldi. To'g'rimi? Kun bo'yi ishlab asablari buzilib charchab keldi. Ha bunday bir ikki og'iz shirin so'zini oyog'iga shunday oyog'ini tagiga poyandoz qilib bormaydimi xotin degan? Ha? Mana masalan deylik. Xotin mana shunday bir chiroyli muomalada kutib olish mumkin-ku. Ha? Shirin so'z bilan ilon inidan chiqqan ekan. Ha biz ilon emasmiz-ku. Xudo xayringni bersin. To'g'ri. Nima? Endi urgani uchun jahlim chiqib ketdi. Ey, menga qara, sen shukr qil. Begona kelib ursa nima qilasan? Ha shu ko'nglini olib, yaxshi gapini ayamasdan sekingina o'ziniki uribdi-ku. Urganiga rahmat demaysizlarmi? Endi odam ham bunchalik vahshiylikcha urmaydi-da. Uf, unday urdi desa bunday deysizlar. Bunday urdi desa unaqa urmadi deysizlar. Na olovga, na suvga, na issiqqa, na sovuqqa chidamaysizlar, ey xotin. Biz shunaqamizda, nima qilaylik endi? Uramizda shundan keyin. Hozir. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan, onasi? Voy. Ha? Quruq keldingizmi? Ajoyib gap bo'ldi. Nima? Hur kelishim kerakmi? Go'sht qani? Kartoshka qani? Voy, adajonisi uy to'la mehmon bo'lsa, meni sharmanda qildingiz-ku. Ha, voy. Go'sht olgandim, kartoshka ham olgan edim. O hatto senga qo'shibchi bitta anaqa ham olganman. Unaqa nima edi? Shipak olgandim. Hammasi ishxonada qolib ketibdi. Hozir, men hozir shunda qizda bog'lanman-u kelaman. Xo'pmi? Hozir sabr qil tur. Hozir. Kerak emas, adajonisi. Yana olib kelaman deb yo'l po'lda adashib qolmay yana. Tinchlik kerak. O'zim amallayman, adajonisi. O'zim amallayman. Ana, ko'rdingmi? Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rding muomalasini? Er janjal ko'tarishga uspetam qila olmay qoladi. Ha? Voy, nimaga unaqa deysiz? Ha, meni singlim qachon shunaqa qilgan ekan, ha? Tuhmat qilmang. Esingdami? Hozir yozib bir marta mehmonga borganimizda, Ha.
Mehmonligimizni ham bir chekkaga surib qo'yib, qiy-chuv, shov-shuv qilib, hammamizni xijolatda shunday yondirib, o'sha o'tirishni ham, davrani ham dabdala qilib beruvdi singling. Esingdan chiqdimi? Hozir. Nima? Salom qani? Salom nima qilasiz? Go'sht qani? Kartoshka qani? Baraka topkur, uy to'la mehmon bo'lsa, meni sharmanda qilib bo'ldingiz-ku. Yana ish berdingizmi? Menga qara. Agar singling yaxshi gapirganida mana shuncha shovqinli, suronli, yomon holat bo'lmas edi. Sen ha deb singlingni oqlayvermagin, tushundingmi? Namuncha bojangiz yonini olasiz? Singlim sizga nima yomonlik qildi? Singling bu yomon tili bilan menga emas, o'ziga yomonlik qiladi. Mana oldingi hafta bo'lgan janjalni bir esga olaylik. Qani o'zing bahosini ber agar adolating bo'lsa. Ber. Sana boshqa mol bormi bu uyda? Boshqa. Nima? Nechta marta aytishim kerak? Bu nima bu? Mashina? Katta xolayni mashinasimi? Buni joyi shu yerdami? Ming marta aytdim. Buni olib qo'ydim. Voy, men olib qo'yishim kerakmi? Men o'zi bu yerda nimaman? Xizmatkormanmi? Uy ishlarini qilishim kerakmi? Ovqat pishirishim kerakmi? Bolalarga qarashim kerakmi? O'nta qo'lim bormi mana? Lalaku. Nima? Ana, ko'rdingmi? Shuni o'rniga janjal qilmasdan, shovqin suronni bir chekkaga surib, bunday yaxshi muomala qilib kutib olsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? To'g'rimi? Yo noto'g'rimi gapim? Nima qilish kerak? Mana masalan, Voy, Lapi. Yaxshi. Hozir. Assalomu alaykum dadajoningiz, yaxshi. Mol. Lapi. Sen molmisan? Dadajonisi, siz nima desangiz, men shuman. Nima? Mashina? Hey! Mashina? Nima qilib yerda turibdi? Necha marta aytdim senga? Bu yerda turmasin-da. Buni joyishma. Odajonisi, davleningiz oshadi, siqilmang. Hozir ishlarimni qilyotdim. Hozirgina olib qo'ymoqchi edim, siz kelib qoldingiz. Ishlar bilan ovora bo'lib qoldim. Siqilmang dadajonisi. Qo'ying, asalim. Qo'yma! Qo'yma! Ay bu odamga o'xshab maza qilib janjal qilishga qo'yasanmi yo'qmi? Odamlarni yeriga qara. O'zing o'zi qilib janjal qiladi, uradi, ag'daradi, so'kadi. Mahalla raisi milisa O'rinbek sudga mazza qilib yashaydi. Manchiman. Mana hayotim zerikarli. Ish, uy, haligi Odajonisi, qo'ying. Bir qarab terlab ketdingiz, qo'ying. Xo'p, siz nima desangiz, mayli, urush. Qorningiz ochmadimi, adasi? Yuring, qorningiz ochgan bo'lsa, ovqatda yonib qo'yibman, odajonisi. Buni qara. Voy! Baynatni ham janjal qila olmasang. Shu ham hayot bo'ldi-yu. Odajonisi. ana ko'rdingmi? Ana shunaqangi yaxshi muomala bo'lsa, shirin so'z bo'lsa-chi, jonivor janjal ko'tarishga ulgura olmay qoladi. Odamga o'xshagan yaxshi muomala bo'lsa, hech qachon ikkalasining orasida janjal bo'lmaydi.
Men senga dardimni daftarxon qiladigan bo'lsam, qayerdan ham shu mashinani oldim men? Ha? Nega shu mashinani oldim? Oldim-u baloga qoldim. Tiq etsa keladi. Qo'lim sinib ketdi. Oyog'im mana g'urra bo'ldi. Mana ko'zim chiqib ketgan meni. Bitta ko'zim yo'q. Turibdi-ku joyida desa, yo'q bu boshqa ko'z. Nima deyotganini o'zi bilmaydi. Chunki u dard boshqa bo'lgan bo'ladi, qars ettirib. Ey, sen odam qo'rqitmagin. Mana jag'im sinib ketdi. Mana jag'im sindi. Tishlarimni qoqib oldi bu qo'ling singur. Men nima? Meni aybim nima meni? Ular er-xotin bo'lsa, men bir yaxshi niyat bilan orzu havasga deb turib olgan mashinam bo'lsa, yo'lda umrim o'tyapti-ku. Doktorga bor, stomatologga olib bor, ana travmatologga olib bor, mosh tabibga olib bor. Mosh tabib ham meni ko'rganda so'raydigan bo'ldi. Bir hafta bo'ldi, keling kelmayaptilar deb singlingni so'raydi. Tavba. Voy, nimaga unaqa deysiz? Meni singlim qachon shunaqa qilgan? Har doim. Men seni nima aldayapman? Agarchi men senga bitta haqiqat aytay. Xo'sh. Mana shu singling tilini tiyib, shirin til bo'lib, oilam, joyim, bolam, chaqam deb agar to'g'ri yo'lga kirmasa, meni ana u bojam Damashni Bakshiyorga seni singling burchak jinnisiga aylanmasdan tinchgina yashaydi o'shanda. Siz hamchi? Siz ham ko'p gapirmang. O'zingiz ham farishta emassiz-ku. Hay, sen boshlayapsanmi endi? Men nima qildim? Jonajon bojangizga qanaqa maslahat berganingiz esingizda bormi? Ha, tuhmatchi. Nima deb maslahat beribman uni? Nima deb yo'ldan uribman? Qani aytchi. G'affor! O G'affor! Hozir. Singiljon, assalomu alaykum. Ha? Nima kerak? G'affor uydami? G'affor. Mana G'affor. Tushundingizmi? Yo'q, kelin, chapyoningiz bilan turdingizmi? Nima bo'lyapti sizga? Bojamni so'rab keldim-ku men. Menga qarang. Kecha meni nimaga erimga ichirdingiz? Kim ichirdi? Siz? Men bo'lamanmi? Qo'y endi, ichmayman. Uyda xotinim bor, desam, majburlab og'zidan qo'yibsiz-ku. Hamma yog'i aro bo'lib ketdi. Men ichiribmanmi? Voy, men ichiramanmi? Singlim, endi shunaqa bo'lib qoldi-da endi, ming bor uzr. Endi uzr shunaqa bo'lib qoldi bo'ladimi? Erimga nima debsiz? Nima deyapman, singlim? Qo'yish xotiningni senga zo'rlarni topib beraman debsiz-ku. Menmi? Buni jonajonga qaranglar, tavba qildim-a? Singlim, asabiylashmang. Endi bilasizmi? Men ham eringiz bilan birga bojam bilan ozgina oldim. Ming bor uzr so'rayman. Endi bu qurg'ur kayfchilikda nimalar bo'lmaydi deysiz. Agar og'zimdan chiqib ketgan bo'lsa, ming bor uzr. Menga qarang. Ko'tarsangiz iching. Tushundingizmi? Yana bir marta erimni yo'lda ursangiz, mendan yaxshilik kutmang, xo'pmi? Mayli. Singiljonim, uzr. Xo'p. Nimaga keldingiz o'zi? Mana qo'shnimiz sunnat o'rtog'imiz xudoyi qilayotgan ekan. Shunga bojam bilan birga chiqamizmi? Bojam ham aytilgan. Shunga aytib keldim. O'rgildim sizlardan. Siz nimaga qarab turibsiz? Supuringda, tez yig'ishtiring. Yetib ketibdi bu bitta hamma. O'le latta trapga. Qarang, ana ko'rdingizmi? Siz bitta narsani yaxshilab bilib qo'ying. Bojangiz hamchi haligi farishta ham emas. To'g'risida ichib olib, hurmacha qiliqlar qilgan. O'z ko'zim bilan ko'rganman. Ey, hadeb meni bojamni yomonlamagin. Nima qildi meni bechora bojam? Nima qildi? Ha? Shu dillarim makonga o'xshaydi-ku. Yana ichib keldingizmi? Ha?
xotin. Bu uyni egasi xo'jayin manman, tushunding? Meni so'roq qilishga haqqing yo'q. Men xo'jayinman. Xo'p, xo'jayinsiz. Xo'jayinsiz, bilaman. Mahfirat, men bunga nuqov. Ering nima qilyapti bitta? Ha, endi uyni xo'jayini bo'lgandan keyin qatta xolasa o'sha yerda yotadi-da. Men aslanman, sen ser bo'lsang aslanman. Agarda sen yer bo'lsang, bil men undan xo'shorman. Ey, menga qara. Meni bojam tilla bojam. Ha, hohlama. Ey, gap o'rtamizda qolsin. Singlingni bitta ukachamiz bilan shunday ushlab olganda ham martlik qilib indamagan meni bojam bo'ladi. Bildingmi? Qanaqa begona odam? Aslida u yoqda nima voqea bo'lganini siz qattan bilib o'tiribsiz? Nimaga kulasiz? Nimaga kulasiz? Yo'g'on kalishi to'g'rilaysizlar yo'lga. Xo'sh, dono xotin, aytingchi, nima bo'lgan ekan? O'sha yerda nimalar bo'lgan ekan? Voy, nima bo'lgan ekan? Bu bir anglashilmovchilik xolos. Aslida voqea mana bunaqa bo'lgan. Biting kursin. Odam emas ekansan. Tur, nimaga o'tiribsan? Keta qol endi. O'tiribman, mazza qilib. Ey, baraka topkur. Tur dedim senga. Hozir erim kelib qoladi. Menga nima? Kesalar kelsinlar. Odam emas ekansan. Ma, teshib chiqsin. Qaytim kerak emas. Ana bu boshqa gap. Boyatdan men bu yoq deysiz, pulingni bermayman deb pizzang sovib qolgan u yoq deysiz. Boya berganingizda tez ketardim, yana boshqa ishlarimni ham qilardim. Endi menga qara xotin. Men u yog'ida nima bo'ldi, nima qo'ydi, uni bilmadim-ku. Shu singling mana shunaqangi hech kutilmagan bir noqulay holatlarga yomon tez-tez tushib turadi, ha? Nimaga shama qilyapsiz? Ha? O'zi aslida-chi, siz erkak zoti bor-ku sizlar. Kerak emas, yo'q joydan janjal chiqarasizlar. Arzimagan narsaga rashk qilasizlar. Shu sizlarga janjal to'polon bo'lsa bo'ldi. Sizlar oppoqsizlar, oppoqqina ya, beg'araz. Farishta, voy. Sinimamchi, shunaqa vaziyatda qurboni bo'lgan xolos aslida. Vahima qilasizlar. Oppoqqinasizlar, baraka top, baraka top. To'g'risida? Baraka top. Sen hammanglar deb hozir meni ham qo'shib yordingmi o'sha guruh orasiga? Men senga aytib qo'yay. Men o'sha sen aytayotgan hammanglarga orasida yo'qman men. Qarangga. Ha, yo'qman. Men unaqa emasman. Nima? Ha, voy siz farishtasiz-ku? Farishtasiz. Bularning janjali hali beri tugamaydiganga o'xshaydi. Keling, yaxshisi yana bir marta lirik chekinish qilamiz. Shokirjonning restoranida ham ishlar yaxshi emas. Mijoz borga bor-ku-ya, ammo tinchlik yo'q. Uning ham oilasida tashvishlar bor. Butun restoran bo'ylab negativ muhit hukm surmoqda. Keling, yaxshisi nima bo'layotganini o'zlaridan so'raylik. Maya qara. Senga bir o'zidan sassiq hid chiqadigan xotin yoqadimi? Yo'q. Kimga yoqadi unaqa? Senga uyda ish qilmaydigan, bolalarga umuman qaramaydigan, turqi sovuq xotin yoqadimi? Xudo saqlasin, yo'q. Senga shunday farosatsiz, shallaqi, nulik qiladigan, bitta ursang, gap qaytaradigan, aytganingni qilmaydigan xotin yoqadimi? Yuzini tezkor qilsin, uzoq bo'lsin, albatta yo'q.
Bo'lmasa nega xotinimga gap otasan? Tavba. Nima tavba? Ko'rib turibman-ku hammasini. Nimani ko'ryapsan? Sen ko'rayotganing yo'q. Men nima qilsam ham ko'rsatmay qilaman, bildingmi? Nima deganingiz bu? Yo'q, mabodoyi Karim agar biron bir holat bo'lguday bo'lsa, men balki nimadir qilib yuribsiz. Nimadir qilib yuribsizmi? qilib yuribman. Nima qilib yuribsiz? Tijorat. Tijorat? Don olib don sotishmayapsizmi? Ana o'sha donam bor. Qara, ey ko'ngling sezadi xotin. Sezaman-da. Qoyilman. Yeri tagida e'lon qilinsa sezaman, ha? Ey xotin, qo'y. Ha. Gapni aylantirib, bu yoqda yurding, bu yoqda turding, bu yoqda surding, u gaplarni qo'y. Men oilani muqaddas bildimmi? Uni muqaddas bilaman. Mana bunaqangi yo'q narsalardan janjal chiqarib, oilani parakanda qiladigan erkak emasman. Ha. Yo'q, shunaqa ekanmi? Ha? Esingizdan chiqib qoldimi? Nima esimdan chiqib qoladi? Eslatib yuboraymi? Nima esimdan chiqib qoldi yana? Jinnini yoqib olganingizni qarang. 2 hafta oldin kasal bo'lganimda doktorga kelganda rosa hunar ko'rsatdingiz. Ha? Tavba, shuni doktorning oldida xijolat qildingiz. Yer yorilmadi, yerga kirib ketdi. Sen xursand bo'lgin. Demak, seni yaxshi ko'radigan bir er yoningda ekanligidan. O'ynanib ketding. Xohlagan maydon sizniki, marhamat deyishim kerakmidi? Salomat bo'psan, sen ham doktor ham. Bemor shetami? Mana ichkarida. Bo'ldi, mayli. Siz shetda turib turing, men hozir o'zim hal qilib chiqaman. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimi? To'g'ri. Ha, doktor. Keldik bemorga. Xo'p, shularmi bemor? Ha? Ha, yo'q, bu yo'q, qayoqqa shoshyapsiz? Bemorga? Ha, bemor meni bemorim-ku. Yo'q, kechirasiz. Hozir bu meni bemorim shekilli. Vrachsizmi, menmi? Siz chiqib turing, men o'zim bilaman, o'zim hammasini hal qilaman. Xo'p. Nima qilay? Chiqib turing deyman. Qayoqqa chiqib turaman? Qayoqqa chiqib turing? Ko'chaga chiqib turing-da. Ha? Nega ko'chaga chiqishim kerak? Ha, baraka topkur. Vrachlik, etika, estetika degan narsa bor-da, tushunasizmi? Menga qarang, etika, estetikani qo'ying, bu meni xotinim. Xo'p. Xotinni yonboshga tashlab qo'ygan erkak emasman men. Tushuntirman. Nima gapingiz bo'lsa, nima tashxishingiz bo'lsa, ko'ring, men qarab turaman. Bo'ling. Ya qanday qarab turaman? Siz tashqarida turavering, biz o'zimiz hal qilib olamiz, kelishib olamiz. Zo'ri. Nima zo'ri? Meni xotinim bilan hamma narsani hal qilib kelishib olasizmi? Yo'q, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Men demoqchimanki, dardini bilaman, hozir so'ra qilishim kerak. Odam erini yonida uyaladi. Oy, men mana shunday turaman, mana marhamat qilib so'rang, surishtiring. Men indamayman, gapirmay jim turaman. Men rashkim bilan o'ynashmang. Hop, o'ynashmang rashkim bilan. Hop, tushuning. Hozir sizdan uyalishi bor bemor, boshqa bo'lishi bor. Oy. Kim uyaladi mendan? Menga qara xotin. Sen meni xotinimmisan? Ha? Ana meni xotinim ekan shu. Mendan shuncha yildan buyon uyalmagan xotin, endi doktorni ko'rib uyalasanmi? Hozir uyalyaptilar-da, men so'rang, uyalyapsizmi yo'qmi? Ayting. Uyalyapsanmi? Ha? Ana, ko'rdingiz? Gapira olmayaptilar, uyalyaptilar. Dard chekyapti, o'sha uchun gapira olmayapti. Menga qarang, men vrachmanmi, siz vrachmi? Ha, men bilsam kerak, nima qilish kerak? Bemordan qanaqa muomala qilish kerak? Iltimos, chiqib turing. Chiqing. Chiqmayman. Ko'chaga tashlab qo'ygan xotin yo'q deyapman sizga. Mana ko'ring, tashxisini qo'ying, mana oling, ukolingizni qiling, keting. Bo'pti. Menga farqi yo'q. Men ukolimni qilaman, ketib olaman aka. Lekin-chi bemor tuzalmasa, nima bo'lganini bila olmay qolsak, o'zingiz afsuslanib qolasiz. Bo'pti, etagingizni oching. Nima qiling? Etagingizni oching. O'zingiz etagingiz ochilib ketmasin yana. Nimaga? Ha, bu meni xotinim deb turibman. Baraka topkur. Nima ukol qilishim kerakmi? Mendan nima xohlayapsiz? Hamma gap sentrda bo'ladi, bilasizmi? Bu sentrda, bu markaz sentrda. Menga qarang, sentrifugasini hozir qo'yib algoritmingizni buzaman. Algoritmingizni buzganimdan keyin mana shunaqa bo'lib qolasiz. Unaqa gap qilmang. Agar siz haqiqiy doktor bo'lsangiz, Gippokrat qasamini ichgan bo'lsangiz, mana tomiriga uring, bir pasta tarqaladi hamma yoqqa. Voy jon aka, siz meni tushuning, oshqozon markazida bo'ladi. Yegan ichgan ta'sir qilib kasal bo'ladi odam, tushuning. Biz to'xtab turing, xotin, qayering og'riyapti? Boshingmi? Ana, boshi og'riyapti. Oyog'ingizmi yoki? Ko'rdingiz? Unisiga ham haydamaydi, bunisiga ham. Iltimos chiqib tursangiz yaxshi bo'ladi. Men chiqmayman. Xo'p, nima qildingiz? Nima qiling? Tomiriga qiling qol. Nima? Tomiriga. Shuncha joydan menga qarang. Shuncha joydan sarson olib keldim hozir. Men sarson, texnika sarson, medbrat sarson, ayta telefon qilganingizda, ana operator sarson bo'ldi. Qancha odam aytgan kutib o'tiribdi. Shuncha joydan kelib endi bor yo'q bitta bilagiga ukol qilamanki ketamanmi? Ha? Jala ishtaha zo'ru. Ha? Faqat yonbosh ko'zingiz oldiga kelyaptimi? Yonboshingizni chiqaraman uka. Chiqaraman uka. Nima kulyapsiz? Ha? Gapiring. Ana bu ahmoq singlingda qilgan qilig'i. Ko'rsatgan nomerlari esimga tushib kulyapman. Qaysi biri? Ana bojam bilan. Ha. Haligi nima deydi? Romantika sahna qilaman degan. Romantika bo'lgan. Yomon bo'lgan. Ha, romantika emas, yomontika. O'sha jinni shu yeri xotirlayam. Ha.
Singlingdan chiqqanmish. Hamma balo singlingdan chiqadi san. Adasi. Sezyapsizmi? Bir narsaga? Nima? Oramizda romantika yo'qolib ketyapti, bilyapsizmi? Nima? Romantika deysanmi? Oilaviy psixologlarning aytishicha, oilani asrab qolish uchun xotin Xo'sh. oilada ro'lovoy o'yinlar o'ynash kerak ekan. Bu nima degani? Bugun kechasi siz uyga o'g'illikka tushasiz. Kallang joydamisan? Men o'zim uyimga o'zim o'g'irlikka tushamanmi? Bu nimasi romantika? Adasi, to'xtang. Siz bugun kechqurun uyga o'g'illikka tushib, menga tashlanasiz. Xudo qilib astag'firulloh. Jinni binda bo'lib qoldingmi? Gapirayotgan gapingni qara. Tushunmadingizmi? Qarang, sizga tushuntiraman. Yo'q, odam, men o'zimni uyimga o'zim o'g'irlikka tushamanmi? Kallang borsan? Adasi, bu degani menga tashlanish uchun o'g'illikka tushasiz. Qo'lingni ko'tar. Boringni chiqar. Voy, pulim yo'q. Nega yo'q? Bugun 28-sana. Naqda 28 bo'lsa? Oyligim 5-da chiqadi. Nima? Aldamyapsanmi? Aldayotganim yo'q. Aldayotgan bo'lsang qara. Bo'pti, 5-da ko'rishamiz. Adasi, qayerga ketyapsiz? Endi bunaqa emas-da, uka. Yurak yo'rvording-ku. Kap katta yigit. Buni nima qilganing? Romantika qilaylik dedim-da. Romantikaga balo bormi? Hozir 21-asrda yashayapmiz. Hammaning qo'lida telefon. Bu romantika, vesna, elektronika degan magnitofonlar yo'q hozir. Qanaqa magnitofon? Romantika. Bu Shunaqa demaysanmi? Romantika deng, ukajon. Romantika o'z uyingga o'g'irlikka tushib romantika qilasanmi? To'g'ri, biz ham yosh bo'lganmiz. Biz ham keling bilan romantika qilganmiz. Mana kerak bo'lsa hozir ham romantika qilib turamiz. Eng oson yo'li shu uyga kirgandan keyin chiroqni o'chirib qo'yamiz. Bo'ldi. Romantika o'z-o'zidan boshlanib ketadi, ukajon. Sizga dardim aytdim-ku. Biringa. Uka. Men aytganim haqiqiy romantika.
Bu sen qilganlaring romantika emas. Mayda bezorilik. 128-statiya deyiladi. Alla aytay jonim bolam quloq solgin Allah hop bala shirin tushlar ko'rgin bolam orom olgin Allah hop bala kechira qol bolakay jonim bolam quloq solgin Allah hop Bale endi ham o'tsin ha. O'zim chiqib ketdi. bolam quloq solgin Alloh rahmat qilsin. Otam aytgandilar ha. hop bala Voy o'lay nemgur. Bale nemay ket. Xudo rahmat qilsin. Otam aytgandilar ha. Shu bizga uylanma deb. Mahmoligim. Kelib senga uylanamanmi? Senga uylanmay o'layman. Voy men chiqib ketdi. Voy. Ey o'la. Baraka topkur. Allah aytganingda bari hop degan joyini aytma. Xo'p. Har doim konsertlarda, to'ylarda yurib, tilim o'rganib qolganda dadasi. Tilingdan sani. Voy. Na bola uxlaydi. Na o'zing uxlaysan. Na meni uxlatasan. Bali hop deb bolani yuragini yorib yubording-ku. Qara tong yorishdi. Ben de sigaret olib kelay qo'shnidan. Shirin tushlar ko'rgin bolam orom olgin Allah hop balxon Xotin. Ben senga bitta narsani aytaymi? Bu romantikani o'ylab topganlar bizni o'zbeklar emas. To'g'ri. Bu o'sha chet el o'zini o'zi romantika qilib, bittasi quyon, bittasi ilon, bir narsa bo'lib, bir chayon bo'lib, bir-birini chaqab, bir-birala qiladi. Bizda bitta narsa bor. Er, xotin bo'lsa, senga aytib qo'yay. Hech narsa joyidan qo'zg'almaydi. Qanday bo'lishi kerak bo'lsa, o'sha voqea hodisot shunday sodir bo'ladi. Qars etgan romantika o'shani o'ylab topganlarga buyuradi keyin. To'ppa-to'g'ri. Qizga qo'shilaman. To'g'ri-da. O'zbekchiligimizdan qo'yma. Aylanib ketadi. Yaxshi o'zbekda gap bor. Shirin so'z bilan ilon inidan chiqadi. Ha, baraka topkur. O'sha zahargina singlingga yaxshigina mehrli gaplarni bunday yog'dirib gapirib turib, qani desa, mana demasa men odam emasman. To'g'ri. Mana qo'pat. Qani. Xo'jayinni avtomatik ketdi. Salomat bo'libsan, sen ham doktor. Men aytgan joyga qiladi kerak bo'lsa. Ko'rsatuvning bir targa bo'lar. Bo'ldi, qo'ysangiz-chi. O'ylab olaylik men buni. Bo'ling. Lalaku! Qo'ysangiz-chi. Lalaku!
salom qani? Quruq keldingizmi yana? Yo'q, salomni nima qilasiz? Go'sht qani deb. Ayting sizga. Turavering. Yurakda shovq Tavba qildim ey. Yo'q. Nimaga ko'p ketganingiz yaxshi. Hozir bosmadingiz, nechilaringiz bo'ldi? Ya qanaqa texnik san ana. Nagli mana bunga ya. Odam o'rinda ko'rgan. Ha, bo'ldi. Men